100 yillik Marafon. ئاپتورى مايكىل پلىزبېرى. İkinci bab uruşqaq bəgliklər. İkinci qismi. Xitay qattiq qo'llari kunimizda Amerika bilan Xitay to'g'risida mundaq bir hikoyani tilga elishidi. Bu uruşqaq bəgliklər davriga tava mashhur vaqalik bo'lib, buningda kuchayotgan Chu bəgligi bilan ojizlashgan Ju sulolasi orasidagi vaqalik mavjud. Chu bəgligining atamini cho'kayotgan Ju sulolasining o'ziga qo'shni chegarasida Ju sulolasining xodimlaridan birining oldida o'z qo'shinlarini ko'zdan kechirayotgach, u xodimdan ixtiyorsiz holda Ju sulolasi o'rdasidagi Tangriqut danqinining cho'ngligi va ig'irligi to'g'risida so'raydi. Ju sulolasining xodimi javoban mundaq deydi: Suloli xandonliqlar har qanday chog'da Tangrining irodasi bilan yiqilishga mengib, Tangriqutning danqini qo'ldan ketadi. Ju sulolasi podshohining danqini bor. Podshohning ajdodlari Tangrining irodasi bilan 9 avlod yoki 700 yil jahon so'rashni orzu qilgan. Gerçi xandonligimizning shavkiti tuvallab qolgandek bo'lsa-mu, Tangrining irodasi texi o'zgargani yo'q. Tangriqutning danqinining hajmi va ig'irligini so'rashqa texi bak baldur. Ya'ni Ju sulolasi xodimining javobi mushundaq bo'ldi. Chu bəgligining atamini Tangriqut danqini to'g'risida so'rash sabablik ixtiyorsiz holda o'zining Ju sulolasiga bo'lgan xirsini chandirib qo'ygan edi. Xitoyda Tangriqut danqinining ig'irligini so'rama degan so'z intayin mashhur. Boshqacha qilib aytganda, sen dushman deb belguchiga taki u seni chekindirolmas holga kelguncha, o'zingning uningga qarshi niyatingni hargiz chandirib qo'yma. Agar sen xalqarodagi ko'tarilayotgan kuch bo'lib, dunyoga hukmron kuch tarafidan vayron qilinmay desang, shu kuchlarning tushanchisini tizginlashing kerak. Tangriqut danqinining hajmi va ig'irligini so'rash Chu bəgligining ataminining eng cho'ng strategik xatoligi bo'lgan. Uruşqaq bəgliklar davrida bosh ko'tarayotgan kuchlar ko'plagan buyuk kuchlarni og'dirib tashlagan. Har qanday chog'da g'albilik holda bosh ko'tarayotgan kuch podshohlik taxtini ko'zlayotgan qora niyatini yo'shirish orqali aslidagi podshohni ko'ranglikini davomlashtirishga qo'yib bergan. Bosh ko'tarayotgan kuchning atamini qila oladigan eng xatarlik ish, o'zi uchun eng yaxshi fursat kelganga qadar raqibini texmi kuchli raqibga qarshi kuch ko'rsatish bo'lgan. Podshoh qarshilik ko'rsatishdan bakla ojiz kelgan. Shundaqla koni ittifoqdoshlari uni tashlavatgandan keyinla to'xtovsiz bosh ko'tarayotgan kuch o'zining haqiqiy maqsadini oshkorlagan. Uruşqaq bəgliklər davrining hili nayranglariga asosan, hatto yangidan bosh ko'tarayotgan ba'zi dana atamonlar o'z raqibi bo'lgan podshohga qilch sezdirmasdan o'z manfaati uchun yordam qilishga qoyil qilgan. Bundaq ahvollarda yangidan bosh ko'tarayotgan kuch podshohning atrofidagi o'ziga ziyonliq deb qaragan maslahatchilarni jazolash uchun podshohni qoyil qilgan.
shundaqla o'zi kontrol qila oladigan maslahatchilarni o'zi bilan hamkorlashishga ko'ndirgan. Urushqoq bagliklar davrining yili nayranglarida tabiiy dunyo tartibi qatlamchanlikqa ega. Üstün qatlamda bir hükümdarning bo'lmasligi faqat vaqtlik hodisa deb qaraladi. Bu yerda deyilayotgan dunyo tartibi bugungi Beijingdagi rahbarlarning tushunchasidagi bilan o'xshash emas. Albatta. Xitoy rahbarlari Amerika birinchi bo'lgan ko'p qutbluq dunyoni targ'ib qiladi. Hikoyadagisi bilan o'xshamaydigan yeri, ular Tangri quttanqinining ig'irligini so'ramaydi. Amaliyotda ular ko'p qutbluq dunyoni faqatla o'zlari eng ustun o'rinda turgan yangi dunyo xarakterlik tabiiylik tuzilma sifatida ko'rdi. Ular bu yangi tuzilmani atashda qo'llangan atalg'u g'arb olimlar tarafidan federatsiya yoki birlashgan davr degandek ma'nolarda tarjima qilindi. Biroq bu atalg'uni aslida bir qutbluq jahon so'rash deb tarjima qilish eng to'g'ri hisoblanadi. Xitoy rahbarlari 2005-yildan e'tiboran Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va boshqa ommaviy munbarlarda mushu xildagi tangpung dunyoni tilga elib keldi. Xitoyning buyuk strategiyasidagi muhim omillardan biri G'arbda savdogarlarcha tijorat xarakteri deb ataladigan yuqori tamojna beji qo'yilgan. Tabiiy boyliqlar bevosita kontrol qilingan, ichki ishlab chiqarish qo'g'dalgan sistemadan kelgan bo'lib, bularning hammasi bir davlatning pul zapsini qurib chiqish uchun belgilangan. Xitoylar tijorat manfaatchiligi, ya'ni zhongshangzhuyini ijod qildi. Xitoy rahbarlari G'arbning erkin bozor va erkin tijoratning g'albisi manfaatchilikni zamondan qoldirib qo'ydi degan qarshini rad qilib keldi. Xitoyda tijorat manfaatchiligi bo'lganligi uchun Xitoy savdo va bozorning ehtiyojli manbalarga bo'lgan ehtiyojni yetarlik darajada qamdashda ehtiyot bilan ish ko'rdi. Xitoy rahbarlari kelish oldidagi krizisning rayon xarakterlik yoki yer shari xarakterlik energiya yetishmaslikka sabab bo'lishidan bakmi qo'rqishidi. Natijada baayni Yevropalik manfaatparast xallar 16 va 17 asrlarda yangi zamonlarni besib olganidek Xitoylar chet eldagi tabiiy boyliq manbalariga ega bo'lishni yoki ularni kontrol qilishni qaror qilgan. Mana bu urushqoq bagliklar davrining yili nayranglaridagi ko'plagan taktikalarning biridir. Amerika korxonalari fasllik dokladlarga tayinadi. Amerika siyosiyonlari qisqa muddatlik saylam chambarkida ish yurgizadi. Shundaqla g'albilik paychak bozori strategiyasi bir kun ichida elib berildigan sodani asos qilishi mumkin. Biroq urushqoq bagliklar davridagi yangidan bosh ko'targan raqobatchi kuchlarning voqealiklari g'albining hargizmi bir kunda yoki bir yilda hattoki 10 yildimi qo'lga kelmaydiganligini, faqat asrlar halqigan uzoq mezgillik planningla g'alba elib keladiganligini o'g'itadi. Xulosalaganda bugungi 10 necha yildan ikki qaror hokimiyat beshida bo'ladigan Xitoy rahbarlarining
yerim əsrdimi, yoki uningdan uzoq muddatdimi yetib bo'lolmaydigan necha avlodni o'z ichiga oladigan planlarni tuzishi ko'p uchraydigan ahvol. Xitoyning urushqoq bag'liklari adabiyoti va boshqa folklor hikoyalaridagi bosh qahramonlarmi o'xshashla dushmanidan ideya va texnika o'g'irlashning muhimligini ta'kidlashidi. Kunimizda Xitoy istixboroti to'xtovsiz holatda texnologiya va raqibidan uchur o'g'irlaydi. Bu o'g'irlangan narsalar o'tdilla Xitoy rahbarlariga ta'minlanadi. Köplagan Amerika amaldorlari kunimizdagi Xitoyning savdo josuslik qilishi yoki aqliy mulk huquqiga tajovuz qilishi qatorliq bulangchilik xarakterini olgan iqtisodiy harakatlarni o'tkinchi davrning bir varianti deb qaraydi. Buning aksicha, bu urushqoq bag'liklar davridan qolgan yili nayranga asoslangan texmo buyuk strategiyaning bir qismidan iborat. Bu hol Amerika istixborot organlarininki bilan ro'shan zidlikqa ega. Amerikada davlatning iqtisodiy yuksalishini oshirish uchun hukumatning Amerika shirkatlarini axborot bilan ta'minlashi satchilik, hatto qonunsizlik deb qaraladi. Men Amerika hukumatida xizmat qilayotgandan buyangi 40 yilda Amerika istixborot organlarining davlat ichki ishlab chiqarish umumiy qimmati, ya'ni GDP ni kuchlantirish uchun Xitoyning qilayotganlariga o'xshash holda vazifalantirilganligini hech qachon anglab baxmadim. Amerika bosh elchilari Amerika shirkatlarining chet ellar bilan bo'lgan savdoda zo'r foydaga erishish uchun bu shirkatlarga hamdamda bo'lishga tamoman qodir. Biroq bu hukumat jasuslarining Amerika shirkatlaridan bevosita holda texnologiya va aql mulk huquqiga tava uchurlarni o'g'irlashi bilan tamoman o'xshamaydigan bir hol. Biz yana Amerika bilan Xitoyning harbiy qo'shinining ko'lami haqidagi ko'z qarash farqini nazarda tutishimiz kerak. Amerikaning katta g'albalarining nurg'uni zo'r qo'shin orqali ro'yobga chiqqan. James Grant Lee'ni texmi ko'p askar va texmi ko'p qurol orqali yengan. 1944-yili 7-oyning 6-kuni Dwight Eisenhower tarixdan buyangi eng cho'ng dengiz flotini Normandiyaga avatgan. Hatto yaqinqi zamonlardagi atalmish Powell ta'limotidami dushmanninkidan zo'r darajada ko'p qo'shin turg'izishning zarurligi ta'kidlangan. Buningga selishtirganda urushqoq bag'liklar davrida harbiy xarajat uncha zo'r bo'lgan emas. Necha 10 yilga so'zilgan passiv raqobat bu davrdagi tirkishishning asosiy shakliga aylangan. Bu davrdagi eng mashhur taktikalardan biri raqibini harbiy xarajatni ziyoda ko'paytirishga qiziqtirib, shu orqali moliya jihatdan holsirtish bo'lgan. Shuningdan 2000 yil keyin Amerika Moskvani davlat mudofaasiga ziyoda ko'p mablag' ajratishga qiziqtirib vayron qildi. Masalan, 2011-yilni misolga olsak, shu yili Amerika ichki ishlab chiqarish umumiy qimmati GDP'ning 5%ni harbiy xarajatga ajratganda, Xitoy aran o'z GDP'sining 2,5%ni ajratgan edi.
Xitoy izchil holda o'zining xalqarodagi harbiy ta'sirini kengaytmaydiganligi va nihoyat oz sondagi, balkim 300 dan oz yadro o'q beshi bor qurol-yaroq zavodini saqlab qoladiganligi haqida yolg'on va'da berish strategiyasini qo'llanib keldi. Xitoy Amerika aeroplan yassa, aeroplan, parxod yassa, parxod yasab, Amerika bilan qarg'ulachi baslashishning o'rniga eng oz tannarx bilan eng ko'p unumga erishish uchun loyihalangan g'ayri simmetrik sistemaga ko'plab mablag' soldi. Xitoylar navbatda sun'iy hamroga qarshi boshqariladigan sinarat yasash texnikasida boshlamchi o'ringa o'tdi. Radarga tushmas bombardimonchi aeroplanga taqobil turish chorasini tepib chiqdi. Ular yana hakkerlik hujumi uchun zo'r mablag' ajratdi. Shundaqla bir necha million dollar sarf qilib, Amerikaning 4 milliard dollarga putgan avia matkasini cho'ktirib yetalaydigan, boshquriladigan bomba yasab chiqdi. Shuncha yuqori iqtidorga ega bu boshquriladigan bombaning buncha to'van tannarxda putishida ushbu bombaning Amerikadan o'g'irlangan texnikaga tayinib yasalgan bo'lishi ehtimolga yaqin. G'arbdagi nurg'un tahlilchilar Xitoyning nima uchun o'zini va dengiz qatnash yo'lini qo'g'dash uchun harbiy kuchini texmi zo'raytmaydiganligiga hayron bo'lishidi. Buning javobini urushqoq bagliklar davridan tepish mumkin. Xitoy bu orqali raqibini cho'chitib qo'yishni xohlamaydi. Xitoy rahbarlari shuningga ishonadiki, Xitoyning harbiy kuchini texmi zo'raytishi Amerikaning xo'yini tutqizadigan ofat xarakterlik qutratquliq hisoblanadi. Qandaqlı bo'lmasin, 1949-yildan 1963-yilgacha Amerikaning umumyuzlik embargosi ostida yashagan Xitoy Amerikaning g'azabiga uchrashning ochiq ta'mini allaqachon tetib baqqan. Xitoylarning nazarida ular o'zining iqtisodiy taraqqiyotini kapolatga ega qilalig'idak. Ammo muddatdan burun Amerikaning nupuziga xiris qilmag'idak darajadagi harbiy kuchga muhtoj. Halbuki urushqoq bagliklar davridagi prinsipga asosan necha 10 yillik raqobatning oxirgi bosqichida, ya'ni Amerika Xitoyni to'sish jihatda bakli kechikib ketgan vaqtda Xitoy o'zi bekitib olgan harbiy xarajat cheklamasini bir yoq cho'rib etishni qaror qilishi mumkin. 20 yildan buyangi Xitoydagi harbiy inqilobga doir asarlarda Xitoyning o'z kuchini namoyon qilib portlashiga mos keladigan ko'ngildagidek vaqt haqida bishoratlar berilgan bo'lib, ular purtib o'tgan ko'ngildagidek vaqt hozirdan nurg'un yillar keyin edi. Agar urushqoq bagliklar zehniyati bilan Amerikaning an'anaviy dunyo qarshi orasidagi selishtirmani birli farqqa yig'inchoqlash mumkin bo'lsa, bu farq shuki, Amerikaliklar boshqa davlatlar bilan bo'lgan munosabatning raqobat va hamkorlik davomida goh gullanib, goh yiriklashib turadiganligiga ishonadi. Xitoylar bo'lsa, Amerika hukumatini uzundan buyon Xitoy hukumatiga qarta dushmanlik va aldash siyosati yurgizib kelgan deb qaraydi. Agar bu noqul holda Xitoyning nodonligi sababli kelib chiqqan xato tushuncha bo'lsa edi, Amerikaning bu xato tushunchani tugatishiga hech bo'lmasa azaytishiga urinishi mumkin
һәм aqlanlik bo'lgan bo'ladi. Әмма, әпсуски, ish bundaq emas. Xitoy rahbarlarining Amerikaga ishonmasligiga, Xitoyning mutlaq ko'p qism strategik qarorining manbasi bo'lgan, yiltizi cho'nqur kultur an'anasi sabab bo'lgan. Shu vajidan Xitoyning Amerikaga bo'lgan ishonmasligining o'zgarishidan asosan umid yo'q. Xitoy strategiyasining yadrosida sh uqumi bor. Bu uqumni g'arbdagi o'qirmanlarga tushuntirish qiyin. Bu so'zni inglizchaga udul tarjima qilg'il bo'lmaydi. Lekin Xitoy tilshunoslari shni mayir strategiyachilar o'zidan qudratli kuchni yengishning kapolati sifatida ishiltalaydigan kuchlarning birikmasi yoki ishlarning yuz berish xohishi deb izolashidi. Shuningdek, faqat noiti pishqan rahbarlarla o'zining shi oldida qanchalik ojiz ekanligini tunib yetalaydi. Amerikaning Xitoyga qaratgan siyosatini mag'lubiyatga mahkum qilayotgan shirdan yoshurun foydalanish qilmishlari jihatda bizning tushunchimizmi haqiqatan kamchil. Amerika kulturida shirga yaqinroq keladigan uqum Jorji Lokasning sharq falsafasining kuchli ta'siriga uchragan Planetlar urushi degan asarda ishlatilgan kuch, ya'ni The Force uqumidir. Garchi bu bir mukammal qiyos bo'lmasa-mu, shu sirli kuchning farosatlik rahbarni fursatni tonish va tizginlash orqali ishlarni o'zining xohishiga bo'ysundirish imkoniyatiga ega qiladiganligini targ'ib qiladi. Hatto shu uqumida eng qobil kishilar mushu fursatlardan foydalanib, boshqalarni o'zining shu qobillarning manfaatiga uyg'un shaklda harakat qilg'izolaydi. Bular Sunzi o'zining harbiy ishlar dasturi, ya'ni urush san'ati degan asardagi shu babida qayd qilgandek, dushman cho'qim ko'nmas bo'lmaydigan vaziyatni yaratish orqali dushmanni o'zi ko'zlagan shaklda harakat qildirishga moyir kishilardir. G'arb o'qirmanlari uchun shu uqumini ham oson, ham yaxshiroq tushunish uchun Tom Sawyer, ya'ni Mark Twainning asaridagi bola personajning qanday qilib do'stlarini aldab, o'zi sirlashga tegishlik qashatamni ularga sirlatqizganligini o'ylasa bo'ladi. Tom Sawyer boshqa bolalarning psixikasini nimaning ularni jalb qila oladiganligini bilib olgan va shu orqali ularni o'zining ishiga solgan. Shuning muhim tarkibiy qismlaridan yoki funksiyalardan biri Wu-Wei bo'lib, bu boshqa millatlarni o'zing uchun ish qilish deganlikdir. Shu uqumi Xitoyning gavdalik dunyo qarashining yadrosiga chetiladi. Chunki bu uqum insonlarning olamdagi roliga nisbatan sirliq taqdirchilik tushunchisini o'z ichiga oladi. Bu uqumga ko'ra insonlar va millatlar o'zaro ta'sir qilisha oladi va hodislarni o'zgartira oladi. Lekin bu hodislarning hammasi o'z oldiga mustaqil harakatlantirgich kuchga ega. Shu so'zi Xitoy tilidagi vaziyat shakllantirish, harbiy holat barpo qilish, umumiy strategik siyosiy vaziyatni mo'ljarlash yoki kuchlarning tangpungliqini izlash degandek ma'nolardagi turaqliq iboralarda uchraydi.
düşmandan burun shuni bayqash ma'nisi kunimizdagi siyosiyon yoki istixborot mutaxassisiga yaqin keladigan donishmandlarning vazifasidir. G'arb tadqiqotchilari texi yaqinqi yillarda ondan shu uqumini anqirishga boshladi. Bu uqum G'arbda tunji bo'lib Havay universitetining falsafa fanlari professori Roger Ames bir bo'likini tarjim qilgan Xitoyning urushqoq bagliklar davridagi siyosiy boshqarishga aloqador asosan tonilmagan kitobi hukmdorlik san'atida ko'rilgan. Hukmdorlik san'atining inglizcha tarjimasi nashr qilingandan keyin François Julien ismli fransiyalik tadqiqotchi ishni Roger Ames to'xtagan yerdan davomlashtirdi. Julien shuni xos Xitoycha uqum deb xarakterlagan 7 parcha kitobi orqali bu uqumni kishilarga tonitdi. Julienning bu asarlari sababli so'lchil tanqidchilar uni Xitoy madaniyatiga yot madaniyat sifatida muomala qilgan va shu vajidan ma'lum ma'noda Xitoy madaniyatini to'van ko'rgan deb tanqidlashgan edi. Tanqidchilarning nazarida shu qandaqdir Xitoyga xos narsa emas edi. Albatta, Julienni qo'llag'uvchilarmi yo'q emas edi. Bo'libmi Xitoy harbiylari orasida bu xil qo'llag'uvchilar ko'rinarli ko'p edi. Xitoy xalq ozodlik armiyasidagi yozuvchilar shu va Xitoyning strategiya falsafasining boshqa jihatlarini haqiqatan Xitoyga xos deb kesib aytishadi. Men 1990-yillarning oxirida shu uqumini Xitoy hukumatining ichki materiallarida tunji qatim ko'rganimda, uning aniq ma'nosini va yoshirin ma'nolarini bilmasammi, bu uqumning Xitoy rahbarlarining strategiya tafakkurida favqulodda muhim o'rin tutadiganligini darhol bayqab olgan edim. Men Roger Ames va François Julien bilan ko'rishdim. Ularning shu uqumi haqidagi bayqashlari va cho'nqur tushanchalari mening shu iborasi takror tilga ilinadigan Xitoyning harbiy va istixborot dokladlaridagi maxfiy uchurlarni qezib chiqishimga yordam qildi. Ular menga shu uqumida Daojiaoning nihoyatda kuchli ta'siri borligini aytdi. Daojiao o'z navbatida ham bir din, ham bir falsafa sistemasi bo'lib, bu dinning agashkuchilari qo'zg'atquch kuch, ya'ni Dao bilan mosliqni saqlab yashashga intiladi. Bu dinning targ'ibotlarida shuning kuchi va qutubchanligi tuyuqsizla ostin ustin bo'lib ketalaydi. Xitoyning harbiy sohasidagi yozuvchilar doim shuning boshqa yo'nalishlarga burilib ketishi, hatto tuyuqsizlam asli holatiga qarshi bo'lib qelishi mumkinligini tilga elishadi. Bu nazariyada o'zgarishni baldir bayqashning va shu xil o'zgarish yuz berayotganligidan bishorat beradigan omillarni ko'z tutib turishning zaruriyati ta'kidlanadi. Ames bilan Julien menga shuning inglizchida ma'lum bir xil vaziyatni shakllantirish yoki yuz bergizish degandek nurg'un xil tarjimalar borligini aytdi. Boshqa tarjimonlar shuni fursatni yoki yuzlanishni yoritish deb tarjim qilgan.
Шының ішілтілдіған орынлары найты көп. Мәселен, o Xitay xattatlığının sübtini ölçəşdə. Xitay'daki ədibi əsərlərinin təsir küçünü, Xitay şiirlərinin estetik qimmetini mölçərləşdə işiltilidi. Julian bilan Amos yana manga Şının pəlsəpədəki seliştirgılı bolmaslık deb atıladigan uqumning misallardan biri ekanligini aytadi. Yani bu bir yurish uqum sistemasi bo'lib, buni o'z til, yani Xitoycha muhitidan ayirib turish, tushunish ba'zi mushkul. Davomi bor.